Men eng katta tavsiya beradigan joyim aynan shu kompaniya. 500 dollardan 5000 dollargacha ishonavering muammo emas. Bemalol topsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda juda ham ko'p xodimlarni uylanishiga, moshtanali bo'lishiga, uy-joy olishiga juda ham ko'p yordam berayotgan, juda ham ko'p o'zining hissasini qo'shayotgan Greenlight kompaniyasi. Bu kompaniya Amerikadan texnika olib kirishadi. Rainbow texnikasi, mana ko'rishingiz mumkin. 1936-yil, ya'ni bir asrlik tarixiga ega bo'lgan texnikani siz ham hech qanaqa moliyaviy tomonlama biznesga pul tikmasdan biznesni bo'lish imkoniyatingiz bor. Ish vaqti ertalab soat 10:30 dan kech soat 9 gacha yigit va qizlar ishga olinadi. Yigitlar dilerligi, ya'ni agentligi ishga olinadi. Shu ofisda sinab xonalarda o'zim karyeramni shu yerdan boshlaganman, ish yerda davom ettiryapman haligacha. Obed ishxona tomonidan beriladi. Talab qilinadigan narsalar energichniy bo'lsangiz bo'ldi. Sizda juda ham ko'p energiya bo'lsa, sotuvga bo'lgan qiziqishingiz bo'lsa, bu yerda o'ziga o'rgatishadi. Bu yerda opitingiz bo'lishi shart emas. Kelasiz, uchrashasiz, telefon qilasiz, uchrashasiz, o'ziga sizga обучение berib, o'ziga sizga o'rgatishadi, nima ishlar qilinadi, nima qilish kerak. Sotuv bo'yicha va ko'chalarda 2000, 1000 dollar, 2000, 3000 dollarga olayotgan insaytlaringizni bu yerda tekinga o'rgatishadi. Men eng katta tavsiya beradigan joyim aynan shu kompaniya. Bu kompaniyada daromad asosan KPI bo'yicha to'lanadi xodimlarga. 500 dollardan 5000 dollargacha ishonavering muammo emas. Bemalol topsangiz bo'ladi. Bog'lanish uchun shu videoni opisiyanasida raqamlar, Telegramlar va Instagramlarni belgilab ketamiz.